Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlər proqramımızı görüşünlərni qarşılamız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımızda olsun. 17-ci növbətlik Dünya Şərq Türkistanlıqları qeyrindaşlıq uçuruşu muvaffəqiyyətli ötküzüldü. 17-ci növbətlik Dünya Şərq Türkistanlıqları qeyrindaşlıq uçuruşu 27-28 sentabr günləri Türkiye'nin Kocaeli vilayetinde ötküzüldü. Uçuruşuş Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal marşları okuş bilen başlandı. Arkadan Şərq Türkistan Ma'arif ve Hemkarlık Cemiyeti Reisi Musacan Er ekili sözü kıldı. Qeyrindaşlıq uçuruşu xatiri filmi qoyulğandan keyin Xalqaro Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliği Reisi Nur Muhammed Türkistani, Şərq Türkistan Ölümalar Birliği Reisi Doktor Alimcan Buğda, Dünya Uyghur Qurultayı Reisi Turğuncan Alavudun, Milli Görüş İslami Cemaati Reis Vekili Ahmet Faruk Ergün, Dünya Uyghur Qurultayı Qurğucu Reisi Erkin Aliptekin, Cemaat Erbabı Abdüqadir Yapcan, Şərq Türkistan Cemiyeti Reisi Ali Salih, Xalqaro Qonunşünaslar Birliği Reisi Necati Ceylan, Avrupa Şərq Türkistan Ma'arif Cemiyeti Reisi Ubulqasım Abdülaziz, Şərq Türkistan Avustraliya Cemiyeti Baş Katibi Abdülcelil Muhammed, Uyghur Akademiyası Vakfı Reisi Abdülhamid Qaraxan, Qozog'iston Vakili Alisher Xalilov, Dünya Uyghur Qurultayı Vakfı Reisi Abdurashid Abdülhamid, Şərq Türkistanlıqlar Federatsiyasi Reisi Amir Hasan, Şərq Türkistan Tədqiqat Vakfı Reisi Doktor Abdukerim Buğra, Darul İman Akademiyası Reisi Mahmud Amin, yazğıcı jurnalist Xalis Özdemir, Eli Məşrəb Vakfı Vekili Cürat Qudrat, Təklimakan Uyghur Nəşriyyatı Müdiri Abdücelil Turan, Finlandiya Uyghur Mədəniyyət Mərkəzi Reisi Muhammed Ali Atavullah, Şivisiya Uyghur Ma'arif Uyuşması Vekili Ömer Maxsum, Şərq Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Cemiyeti Reisi Munevver Öz Uyghur, Daniya Vekili Abdüxelil Avudun, Saidiya Vakfı Reisi Ubulqasım Zarabşan, Yeni Nesil Hareketiga vakaleten Muhammed Ali Atayurt qatarlıqlar ayrım salamlaşış sözü qildi. Qeyrindaşlıq uçuruşunun tushdan keyingi birinci məclisida Şərq Türkistan davası barlıq təşkilatlarga ortaq dava prinsiplari baş temasida Ustaz Sirajiddin Azizinin riyasətçiligida Şərq Türkistan Ölümalar Birliği Reisi Dosent Doktor Alimcan Buğda Şərq Türkistan davasida vaz keçilməz prinsiplar temasida Xalqaro Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliği Reisi Nur Muhammed Türkistani Şərq Türkistan təşkilatları arasında həmkarlıq strategiyası yol xəritəsi temasida Ankara Hacettepe Üniversitesi o'qituvchisi ve strategiya mutaxassisi Dosent Doktor Erkin Akram o'zgarayotgan dunyo vaziyatidagi yangi xirislarga tashkilotlar qandoq yuzlandi, tajriba saboq va tavsiyalar temasida so'z qildi. Birinchi kuni tushdan keyingi ikkinchi majlisda milliy majburiyat Şərq Türkistan tashkilotlarining islohoti bosh temasi muzokara qilindi. Bu məclisdə Şərq Türkistan İnsan Haqlarını Közətiş Cəmiyyəti Muavin Reisi Abdurashid Amin Hacı riyasətçiligida Avustraliyadan Ustaz Abdusalam Alim günümüzge qadar Şərq Türkistan İslami hareketlerine nazar, təcrübə və savaqlar temasida Doktor Abdurrahim Dövlət dava təşkilatlarının xizmət önümünü yuqarı götürüş yolları temasida Türkiye Radyo Televiziya İdarəsi Uyğurca bölümü xadimi jurnalist Mirkamil Kaşiğari Şərq Türkistan azadlığının yeni yol xəritəsi temasida söz qildi. Qeyrindaşlıq uçuruşunun ikinci günü tushdan burunqi məclis Ömer Qaracimning qiraati bilan boshlandı. Arqadan Cemaat Erbabı Abdüqadir Yapcan Şərq Türkistan davası haqida umumiy to'xtaldi. Keyin sobiq parlament a'zosi Professor Doktor Jalal Arbay söz qildi. Arqadan İslami ta'limotlar asosida Şərq Türkistan davasıga nazar bosh temasidagi leksiya boshlanib, Şivisiya Uyghur Ma'arif Uyuşması Vekili Ömer Maxsumning riyasətçiligida Saidiya Vakfı Reisi ve Xalqaro Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliği Muavin Reisi Ubulqasım Zarabşan İslam tarazisida Şərq Türkistan davası temasida Professor Doktor Atavullah Shahyar dini, milli ve irqiy jihatdan qeyrindaşlıq ve mecburiyetleri temasida Ustaz Muhammed Yusuf Er İslami nuqtai nazardan dava adamlarının axloqiy temasida ayrım söz qildi. Arqadan Saudiya Arabistondan kelgan mehmonlardan Doktor Abdullah Alim so'zga chiqib, o'rtaq da'vo tushunchasi asosida hamkorlik yo'llari temasida leksiya so'zladi.
Keyin Qozog'istondan kelgan mehmonlardan Nasriddinov Aysojan so'z qilib, Qozog'istonda yashayotgan Uyg'urlarning umumiy ahvoli haqida tafsiliy ma'lumot berdi. Qarindoshlik uchrashuvining 2-kuni tushdan keyingi 2-majlis Sharq Turkiston davosida har qatlamning mas'uliyati bosh temasida davom qildi. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi bosh kotibi Zikrullo Olimning riyosatchiligida peshqadam faoliyatchi va sobiq diplomat Shamsiqamar Artish xonim Xitoyga qarshi kurashda unumli metodlar temasida Tashkilotlar birligi idora hay'at a'zosi Abdusalom Taklimakan Sharq Turkiston davosi va yoshlar temasida Sharq Turkiston yangi nasil harakati vakili Muhammad Ali Atayurt yoshlar qanday qilganda davoda o'z rolini unumli joriy qildira oladi temasida ayrim so'z qildi. Arqadan erkin savol-javob muzokara bosqichi boshlanib, professor doktor Nurahmat Qurbonning yetakchiligida barliq yig'in qatnashchilarining aktiv qatnashishi bilan Sharq Turkiston davosida saqlanayotgan masalalar, xatoliklar va to'salg'ular o'tirg'i qo'yildi va buningga qarata qo'llanishga tegishli choralar va har xil takliflar o'tirg'i qo'yildi. Qarindoshlik uchrashuvining xotimasida oldi bilan Sharq Turkiston Ma'arif harakati shura hay'ati raisi doktor Abduxoliq Uyg'ur 2 kunlik yig'inning xulosa so'zini qildi va bu harakatning tunji xizmat boshlagan kunlaridan bugungacha besib o'tgan musofalarni qanday issiq sovuqni boshdan kechirganligini, bu harakatning eng muhim qurg'uvchilaridan biri bo'lgan marhum Abdulhakimxon Maqsumojimning izlarini va ko'rsatgan xizmatlarini eslatib o'tdi va bundan keyingi bosqichda besishga tegishli qadamlar haqida to'xtaldi. Arqadan Sharq Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyatining raisi Musajon Ar yig'inga qatnashgan har qaysi tashkilot mas'ullari, olimlar, yurt cho'nglari, yoshlar vakillari qatorliq 50 ga yaqin kishi bilan sahnaga chiqib, 17-navbatlik Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuvining xulosa bayonotini o'qib o'tdi. Bayonotdan keyin jamoat arbobi Abduqodir Yapchanning boshchiligidagi duo bilan bu qatimliq uchrashuv g'alabalik oxirlashdi. Trumpning G'azzada urush to'xtatish plani alohida kun tartibga keldi. Amerika prezidenti Donald Trump Washingtonda Isroiliya bosh ministri Netanyahu bilan birlikda o'tkazgan muxbirlarni kutib olish yig'inida urush to'xtatish taklifining asosli nuqtalarini jakarlagan bo'lib, ko'plagan davlatlar buningga inkos qaytardi. Mazkur plan G'azzada tutib turilayotgan Isroiliyalik tutqunlarning qo'yib berilishi, Hamasning qurolsizlantirilishi va insonparvarlik yordam yo'llariga kafolatli qiladigan tadbirlarni o'z ichiga oladi ekan. Falastin hukumati Trumpning G'azzadagi urushni oxirlashtirish taklifini qizg'in qarshi olganligini bildirib, bu to'g'riliq bayonot e'lon qildi. Bayonotda Falastinning Amerika rayondagi davlatlar va xalqaro hamkorlashuvchilar bilan umumyuzlik kelishim hosil qilish uchun hamkorlashishga tayyor ekanligi ta'kidlandi. Bayonotda har qanday bir kelishimning G'azzaga insonparvarlik yordam buyumlarining yetkazilishi, tutqunlar va mahbuslarning qo'yib berilishi, fuqarolarni qo'g'dash mexanizmi va urush to'xtatishni qo'g'dash kafolatini o'z ichiga olishi kerakligi qayd qilindi. Bundan boshqa zaminni o'ziga qo'shib olish, majburiy ko'chirish va xalqaro qonunga xilof bo'lgan bir taraflama tadbirlarning oldini olish kafolati talab qilindi. Turkiya va bir turkum arab va musulmon davlatlari, shundaqla Yevropa davlatlarining rahbarlari Trumpning taklifini qarshi olganligini, kelishimni tamomlash va uning yo'lga qo'yilishiga kafolatlik qilish uchun Washington bilan hamkorlashishga tayyor ekanligini bildirdi. Netanyahu Trumpning tinchlik planini qabul qilganligini, ammo Hamas qabul qilmasa davomli qurol kuchi ishlatadiganligini bildirdi. Hürmetli görürmenler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz müşahede oxirlashdi. İnşallah, atiki programımızı görüşkice aman boğayslar. Assalamu alaikum ve rahmetullah.